maqsadimiz o'sha bu dunyoga kelganda bizning missiyamiz shu, Alloh bilan birikib ketish. U esa ish qilib to'g'ri kelgan odam bilan birikib ketmaydi. Uni marketing shunaqa, toza bo'lsangina borasan. Demak, biz hammamiz Allohga yaqinlashishimiz keladi-ku. Kim misol uchun, "Yo'q, men yaqinlashishim kelmaydi, menga yoqmaydi" degan odam topib bering-da. Hamma Allohga yaqinlashgisi keladi. Yaqinlashish uchun uni sharti bor. Sen tozalanishing kerak. Atrofingdagi seni aldab ketgan, seni kiydirib ketgan, senga yaxshilik qilgan, seni tomosha qilib turgan, chetdan kuzatib turgan, oyog'ingdan chalgan, senga yomonlik qilgan, senga xiyonat qilgan odamlarning hammasini sen qabul qilishing kerak. Bu sinov. Qizlar, mana shu sinov. Aytamiz-ku, sinovli dunyo degan paytda biz nima bo'lmasa mana sinovli dunyo deysizlar. Qaysi birini siz sinov deganni o'zi ham bundoq agar globoko kiradigan bo'lsak, ham nyuansov очень много deydi-ku. Ya'ni juda ham yo'li ko'p. Sinovli dunyo deganda. Sinovli dunyo deganda faqat sizda kredit TVC bankdan bo'yningizga kreditni osib qo'ydi degani bu Allohning sinovi degani emas. Alloh taolo misol uchun TVC bankda Alloh yaratmagan-ku. Buni bandasi yaratdi-ku. O'sha foizni ham bandasi chiqarib qo'ydi. O'sha TVC bankka ham o'zingiz borasiz. Sizni hech kim iltimos kelib mendan kredit oling demaydi. O'zingiz borasiz-ku hamma joyga. Bundoq qarasangiz borku, hamma harakatingiz o'zingizniki. Prosta tan olish kerak shuni. Turmushga chiqdingizmi, o'zingiz yaxshi ko'rib tegdingiz. Bolani tug'dingizmi, o'zingiz o'shani tug'aman deb tug'dingiz. To'g'rimi? Nimaki qilsangiz, kredit oldingizmi, uni ham o'zingiz oldingiz. Hamma narsani o'zimiz qilib olamizda. Keyin yo shaytonga burib qo'yamiz, yo Alloh taolo peshonamga yozib qo'ygan deysiz. O'zingiz oppoqsiz. Bilim olsangiz hech kimga ayb qo'ymaysiz. Mana men misol uchun oldinlari men uchun ham dunyoda hamma yomon edi, bitta men farishta edim. Bilim olganimdan keyin hech kimga ayb qo'ymayman. Absolutni hamma joyda qarasam o'zim aybdorman. Kim bilandir tortishib qolamanmi, o'zim aybdorman. Kimdir meni kiydirib ketdimi, o'zim aybdorman. Mana yaqinda misol uchun mebel zakaz qildim, 7,5 почти 8 millionga. Meni kiydirib ketdi. 8 millionga meni kiydirib ketdi. Вообще xafa bo'lmadim. Demak, bitta joyda men какой-то xatolik qilganman. Shuning uchun meni Alloh taolo mana shu 8 millionimni chiqardi mendan deyman. Roziman. Oladigan bo'lsa pulni olgani uchun men ishi Allohga minnatdorchiligimni aytdim. Addushi minnatdorman dedim. Mingdan ming roziman dedim. Pul bilan olganing uchun roziman dedim. Sog'lik bilan olsa bo'lardi, farzand bilan olsa bo'lardi misol uchun. Bu anaqa olish berish qonuni-ku. Demak, qayerdadir men bermagan joyim bor-da. O'sha chiqib ketdi hozir mendan. Roziman. Oladigan bo'lsa pul deb olsin qizlar. Shaytonlash kerak emas. Vayda 8 million muhlat ketdi ana Bahrom degan mebelchi deb qarab.